Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugungi mavzu juda og'riqli. Nega ayrim pensionerlarning pensiyasi kamaygandek ko'rinyapti? Kimlargadir minglab so'm qo'shildi, kimlargadir esa deyarli hech narsa qo'shilmagandek bo'ldi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bu bobo yoki nafaqa oluvchi yaqin inson bor. 2026 yildagi o'zgarishlar pensiya miqdorini hisoblash, qo'shimcha to'lovlar, qayta hisob-kitob va ortiqcha to'langan pullarni ushlab qolish masalalarini yanada dolzarb qiladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men oddiy tilda kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin. Pul kam tushsa nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamning pulini, asabini va vaqtini saqlab qoladi. Men avvalo eng muhim narsani aytaman. Pensiya masalasida odamlar ko'pincha bitta xatoga yo'l qo'yadi. Davlat pensiyani oshirdi degan xabarni eshitadi va avtomatik ravishda demak mening qo'limga tushadigan pulim ham aynan shuncha foizga oshadi deb o'ylaydi. Amalda esa har doim ham bunday emas. Pensiya deganda faqat bitta raqam emas, bir nechta qismlardan iborat to'lov tushuniladi. Asosiy pensiya ish staji uchun hisoblangan qism, ayrim hollarda ustama kompensatsiya. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov, yoshi ulug' pensionerlarga qo'shimcha, oldingi yillardan qolgan qayta hisob-kitob, ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolishlar, kredit yoki qarzdorlik bilan bog'liq yechimlar. Oldingi yillarda ko'pchilik faqat umumiy tushgan summaga qarardi. Masalan, kartaga 20 million 30 ming so'm tushsa, mening pensiyam 20 million 300 ming derdi. Lekin shu summaning ichida 20 million 120 ming so'm asosiy pensiya, 7 ming so'm qo'shimcha to'lov, 20 ming so'm vaqtinchalik kompensatsiya bo'lishi mumkin edi. 2006 yilda ko'proq e'tibor aynan shu tarkibga qaratilyapti. Qaysi pul doimiy, qaysi pul vaqtinchalik, qaysi pul shart bilan berilgan, qaysi pul hujjat qayta tekshirilganda o'zgarishi mumkin. Shuning uchun ayrim odamlar pensiyam kamaydi deb o'ylaydi. Aslida esa ulardan vaqtinchalik qo'shimcha olib tashlangan, ortiqcha to'langan summa ushlab qolingan yoki hujjatlar qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. Yana bitta muhim sabab bor. Pensiya oshirilganda hamma odamga bir xil summa qo'shilmaydi. Kimning bazaviy hisoblangan pensiyasi kattaroq bo'lsa, foiz hisobida unga ko'proq qo'shilishi mumkin. Kimda pensiya minimum darajaga yaqin bo'lsa, uning oshishi boshqa tartibda bo'lishi mumkin. Kimda esa pensiya tarkibida foiz bilan oshmaydigan qo'shimcha to'lovlar ko'p bo'lsa, u odam umumiy kartaga tushgan pulda katta farq sezmasligi mumkin. Shuning uchun falonchiga 2 ming qo'shilibdi, menga 30 ming ham qo'shilmadi degan gaplar ko'payadi. Bu har doim adolatsizlik degani emas, lekin har doim tekshirish kerak degani. Birinchi navbatda men pensionerlarga pensiya miqdorini 3 qismga ajratib ko'rishni maslahat beraman. Birinchi qism hisoblangan asosiy pensiya, ikkinchi qism ustama va qo'shimchalar, uchinchi qism ushlab qolishlar. Kartaga tushgan yakuniy summa mana shu uchalasining natijasi. Agar birinchi va ikkinchi qism oshib, uchinchi qism ham ko'paygan bo'lsa, sizning qo'lingizga tushadigan pul kamayishi ham mumkin. Masalan, odamning hisoblangan pensiyasi 1 million 500 ming so'm edi. Indeksatsiyadan keyin 1 million 6 ming so'm bo'ldi. Ya'ni 1 ming so'm oshdi. Lekin oldingi oyda unga noto'g'ri 300 ming so'm ortiqcha to'langan bo'lsa va shu ortiqcha pul 3 oy davomida 100 ming so'mdan ushlab qolinayotgan bo'lsa, kartaga 20 million 7 ming tushadi. Odam menga bor yo'g'i 7 ming qo'shildi deydi. Aslida pensiya 1 mingga oshgan, lekin 100 ming ushlab qolingan. Ikkinchi misolni olaylik. Gulcha Ixra opa 62 yoshda 25 yil ish stajiga ega. U avval 1 million 1 ming so'm olgan. Pensiya qayta ko'rib chiqilganda uning ayrim qo'shimcha hujjatlarida ish haqi ma'lumotlari to'liq emasligi aniqlangan. Natijada asosiy hisoblangan qism biroz pasaygan. Lekin umumiy indeksatsiya sababli yakuniy summa 1 million 200 ming atrofida bo'lgan. Gulchehra opa uchun farq atigi 2 ming so'm. Yon qo'shnisi esa 2 million 400 ming olgan bo'lsa va unga 200 mingdan ko'proq qo'shilgan bo'lsa, albatta savol tug'iladi. Bu yerda asosiy farq shundaki, bir odamning pensiyasi ish staji va ish haqi bazasi asosida yuqoriroq hisoblangan, ikkinchisida esa minimumga yaqin yoki hujjatlarda kamchilik bor. Uchinchi holat nogironlik pensiyasi oluvchilarga tegishli. Ba'zi odamlar nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tganda o'zgarganini unutib qo'yadi yoki oldin qanday bo'lsa shunday qoladi deb o'ylaydi. Masalan,
Oldin ikki guruh bo'yicha to'lov olayotgan fuqaro keyingi tibbiy ijtimoiy ekspertiza natijasida 3 guruhga o'tkazilsa, pensiya yoki nafaqa miqdori o'zgarishi tabiiy. Shu vaqtda umumiy oshirish bo'lsa ham, guruh o'zgarishi tufayli yakuniy summa kamayishi mumkin. Odam buni pensiyalar kamaydi deb qabul qiladi. Aslida bu umumiy kamaytirish emas, shaxsiy holatdagi qayta tasniflash natijasi. 4-holat boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida ko'p uchraydi. Oilada bir nechta bola uchun to'lov tayinlangan bo'lishi mumkin. Bola 18 yoshga to'lsa, o'qishni kunduzgi shaklida davom ettirmasa yoki kerakli ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, uning ulushi to'lovdan chiqarilishi mumkin. Masalan, ona 2 farzandi uchun 1.600.000 so'm olayotgan edi. Katta farzand 18 yoshga to'ldi. Kollej yoki universitet kunduzgi bo'limida o'qishini tasdiqlovchi ma'lumotnoma topshirilmadi. Natijada to'lov 1.600.000 dan 900.000 ga tushishi mumkin. Bu juda katta farq. Lekin sabab pensiya tizimi hammadan pulni kamaytirgani emas, huquq beruvchi holat o'zgargani yoki hujjat vaqtida berilmagani. 5-holat ishlayotgan pensionerlarga tegishli. Ishlayotgan pensionerlar ko'pincha men ishlayapman. Demak ki pensiyam ham albatta kattalashadi deb o'ylaydi. Ha, ayrim hollarda ish staji sug'urta badallari daromadlar keyinchalik qayta hisoblashga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu avtomatik har oyda qo'shilib boradi degani emas. Qayta hisoblash uchun ariza, ma'lumotlar, elektron bazadagi tasdiq, mehnat faoliyati haqidagi yozuvlar kerak bo'lishi mumkin. Agar odam ishlayotgan bo'lsa-yu, ish beruvchi ma'lumotlarni to'g'ri topshirmagan bo'lsa, tizimda uning yangi staji ko'rinmasligi mumkin. Natijada odam menga tenga ham qo'shilmadi deydi. Sabab esa ish beruvchi tomonidan ma'lumot kechikkan yoki fuqaro qayta hisoblashni so'ramagan bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Men birinchi navbatda oxirgi 34 oyda kartaga tushadigan summa keskin kamayganlarga e'tibor bering deyman. Agar 20.000, 2.000 farq bo'lsa, bu bank komissiyasi emas, balki oy kunlari, avans, qayta hisob-kitob yoki kichik tuzatish bo'lishi mumkin. Lekin 150.000, 300.000, 5.000 so'm farq bo'lsa, albatta tekshirish kerak. Ikkinchi xavf guruhi hujjatlari eski bo'lganlar. Sovet davridagi mehnat daftarchasi. Yo'qolgan arxiv ma'lumotlari yopilib ketgan korxonalardan maosh spravkasi olinmaganlar. Uchinchi xavf guruhi boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladigan oilalar. 4-guruh nogironlik bo'yicha qayta ko'rik muddati yaqinlashganlar. 5-guruh pensiyasidan ijro hujjati, aliment, kredit yoki ortiqcha to'lov ushlab qolinayotganlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz har oy barqaror tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, oxirgi paytda oilaviy yoki huquqiy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik guruhi o'zgarmagan bo'lsa, farzand yosh chegarasidan o'tmagan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda keskin kamayish bo'lmaydi. Lekin baribir men tekshirmang demayman. Har bir pensioner kamida yiliga bir marta pensiya tarkibi bo'yicha ma'lumot olib qo'ysin. Chunki xato bo'lsa, uni erta aniqlash osonroq. Eng katta tuzoq kartaga tushgan pulni pensiyaning o'zi deb o'ylash. Men buni yana takrorlayman. Kartadagi summa yakuniy to'lov xolos. Undan oldin hisoblangan summa va ushlab qo'lingan summa bor. Masalan, sizga 20.800.000 hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin 200.000 ijro hujjati bo'yicha ushlab qo'lingan, kartaga 1.600.000 tushgan. Agar keyingi oy yana bidir etilming ushlansa, siz pensiyam kamaydi deb o'ylaysiz. Aslida kamaygan narsa qo'lga tegadigan summa, hisoblangan pensiya esa o'zgarmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi tuzoq qo'shni bilan solishtirish. Qo'shningiz bilan yoshingiz teng bo'lishi mumkin, lekin stajingiz, ish haqi tarixingiz, ishlagan sohangiz, ustamalaringiz, nogironlik holatingiz, oilaviy holatingiz butunlay boshqacha. Masalan, 2 kishi 65 yoshda. Biri 40 yil rasmiy ishlagan, daromadi yuqori bo'lgan. Ikkinchisi 20 yil rasmiy ishlagan, qolgan yillari norasmiy mehnat qilgan. Tashqaridan ikkalasi bir xil pensioner ko'rinadi, lekin hisob-kitobda farq katta bo'ladi. Shuning uchun nega unga minglab so'm qo'shildi? Menga kam degan savolga javob faqat shaxsiy pensiya hujjatlaringiz ko'rilgandan keyin beriladi. 3-nozik shart minimum pensiya va bazaviy miqdorlar. Ba'zi to'lovlar foiz bilan oshadi. Ba'zilari belgilangan minimal miqdorga bog'liq bo'ladi. Ba'zilari esa alohida qaror bilan o'zgaradi. Agar sizning to'lovingiz minimum darajasiga yetkazib qo'yilgan bo'lsa, umumiy o'sish boshqacha ko'rinishi mumkin. Masalan, asosiy hisob-kitob bo'yicha pensiya 9.000 chiqadi.
Lekin eng kam kafolatlangan darajaga yetkazilib 1 million 100 ming to'lanadi. Keyin asosiy qism 990 mingga oshsa ham minimum bilan farq kamayadi. Qo'lga tushadigan o'sish esa juda kichik bo'lib ko'rinadi. Odam menga deyarli hech narsa qo'shilmadi dedi. Lekin hisob ichida minimumga yetkazish mexanizmi ishlagan bo'ladi. 4-jihat ortiqcha to'langan pul. Ba'zan pensiya organi yoki elektron ma'lumot almashinuvida xatolik bo'ladi. Masalan, fuqaro vafot etgan, lekin ma'lumot kechikib bo'lgan, bola o'qishni tugatgan, lekin to'lov davom etgan. Nogironlik muddati tugagan, lekin qayta ko'rik natijasi vaqtida kiritilmagan. Ish haqi yoki staj bo'yicha noto'g'ri ma'lumot bilan pensiya ko'proq hisoblangan. Keyin xato aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi kerak bo'ladi. Bu odatda birdaniga emas, ma'lum foiz yoki kelishilgan tartibda ushlab qolinadi. Lekin pensioner buni oldindan bilmasa, kartaga kam pul tushganda vahima qiladi. 5-jihat arxiv hujjatlari. Ko'p pensionerlar men falon zavodda 15 yil ishlaganman, hamma biladi deydi. Pensiya hisobida esa hamma biladi emas, hujjat ishlaydi. Mehnat daftarchasidagi yozuv aniq bo'lishi kerak. Buyruq raqami, sana, lavozim, korxona nomi muhr o'qilishi kerak. Ish haqi bo'yicha ma'lumot arxividan tasdiqlanishi kerak. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, hujjatlar davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Agar topshirilmagan bo'lsa, sud tartibida faktni aniqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Mana shu joyda minglab so'm farq paydo bo'ladi. Chunki bir necha yil staj tasdiqlansa, pensiya oshishi mumkin. Tasdiqlanmasa hisob past qoladi. 6-jihat norasmiy ish. Juda ko'p odamlar yillar davomida qurilishda, bozorda, xizmat ko'rsatishda ishlagan, lekin rasmiy staj yurmagan. Pensiya yoshiga kelganda men 35 yil ishladim deydi. Inson sifatida bu gap to'g'ri. Lekin pensiya tizimi uchun rasmiy hujjat kerak. 2026 yildagi o'zgarishlar va raqamlashtirish jarayonida aynan rasmiy ma'lumotlar ko'proq rol o'ynaydi. Shuning uchun yoshlar ham buni bilsin. Bugun konvertda olingan maosh ertaga pensiyada ko'rinmasligi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar sizga pensiya kam tushgan bo'lsa, birinchi ish vahma qilmang va darhol hammani aldashyapti degan xulosaga kelmang. Lekin jim ham turmang. Birinchi qadam, oxirgi 6 oyda kartaga tushgan summalarni yozib chiqing. Qaysi oyda qancha tushdi? Qaysi sanada tushdi? Bir martalik qo'shimcha bo'lganmi? Bayram yoki kompensatsiya to'lovi bo'lganmi? Hammasini alohida belgilab qo'ying. Bank ilovasidan ko'chirma oling yoki bankdan cho'p qildirib oling. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiya miqdorining tarkibi bo'yicha ma'lumot so'rang. Siz og'zaki nega kam tushdi deb so'ramang, aniq yozing. Menga tayinlangan pensiya miqdori, uning tarkibiy qismlari, qo'shimcha to'lovlar, ushlab qolishlar va qayta hisob-kitob sabablari haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Yozma javob juda muhim. Chunki og'zaki aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. Yozma javob bilan esa keyingi bosqichga o'tish mumkin. 3-qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, arxiv spravkalari. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha guvohnomalar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, kunduzgi ta'limda o'qiyotganlik ma'lumotnomasi. Bank ko'chirmalari, bularning hammasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir hujjatning nusxasini alohida papkaga soling. 4-qadam. Agar staj yetishmayotgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Qaysi korxonada ishlagansiz, qaysi yillarda, qaysi lavozimda, korxona hozir mavjudmi yoki tugatilganmi? Shuni aniqlang. Davlat arxiviga yozma so'rov yuboring. So'rovda falon yildan falon yilgacha ishlagan davrim bo'yicha ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish, ish haqi va lavozim haqidagi ma'lumotlarni berishingizni so'rayman deb yoziladi. Agar arxivda ma'lumot topilmasa, bu oxir emas. Ba'zan sud orqali mehnat faoliyati faktini aniqlash imkoniyati bo'ladi. Lekin buning uchun guvohlar, eski hujjatlar, kasaba uyushma biletlari, buyruq nusxalari, maosh vedomoslari kabi dalillar kerak bo'ladi. 5-qadam, agar ushlab qolish bo'lsa, uning asosini talab qiling. Qancha ushlab qolinyapti, nima sababdan? Qaysi hujjat asosida, qachongacha davom etadi degan savollarni yozma bering. Agar ijro hujjati bo'lsa, majburiy ijro byurosi orqali aniqlang. Agar ortiqcha to'lov bo'lsa, qaysi davrda qancha ortiqcha to'langanini ko'rsatuvchi hisob-kitobini talab qiling. Sizdan qarz chiqdi degan umumiy gap yetarli emas. Raqam, davr, sabab, qaror bo'lishi kerak. 6-qadam, agar siz javobdan norozi bo'lsangiz,
yuqori turuvchi tashkilotga shikoyat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limidan yozma javob oling. Keyin viloyat darajasiga, zarur bo'lsa respublika darajasiga murojaat qiling. Murojaatda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Menga adolatsizlik qilishdi deb yozishdan ko'ra 2025 yil dekabr oyida 20 million 700 ming so'm olganman. 2026 yil yanvar oyida 20 million 170 ming so'm tushgan. Uslab qolish sababi tushuntirilmagan. Pensiya tarkibi bo'yicha yozma ma'lumot berilmadi deb yozish kuchliroq. 7-qadam. Kelajak uchun hujjatlarni raqamlashtirib qo'ying. Mehnat daftarchasini, arxiv ma'lumotlarini, pensiya bo'yicha qarorlarni telefonda suratga olib qo'yish yetarli emas. Sifatli skaner qiling, elektron pochtangizga yuboring, farzandlaringizga nusxasini bering. Ko'p odamlar hujjat yo'qolgandan keyin yillar davomida ovora bo'ladi. Bitta yo'qolgan spravka oyiga 100 ming yoki 200 ming so'm farq qilishi mumkin. Bu bir yilda millionlab so'm degani. Yana bir amaliy maslahat, agar oilangizda pensioner bo'lsa, ularning pensiyasini faqat pul tushdimi deb tekshirmang. Har oy kamida bir marta qancha tushdi, nimaga shuncha tushdi, oldingi oy bilan farqi bormi deb qarang. Ayniqsa, keksalar bank ilovasini ishlatmasligi mumkin, esni o'qimasligi mumkin, ushlab qolish nima ekanini tushunmasligi mumkin. Farzandlar yordam bersa, xatolar tezroq aniqlanadi. Demak, 2026 yildagi pensiya masalasida eng muhim xulosa shuki, kartaga kam pul tushishi har doim pensiya rasman kamaydi degani emas, lekin har doim tekshirish kerak degani. Kimlargadir minglab so'm qo'shilishi, kimlargadir juda kam qo'shilishisida ish haqi ustama, minimum miqdor, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik holati, ushlab qolishlar va hujjatlardagi farqlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l pensiya tarkibini yozma so'rash, hujjatlarni yig'ish, arxiv ma'lumotlarni tekshirish va agar xato bo'lsa, rasmiy tartibda qayta hisoblashni talab qilish. Agar sizning pensiyangizda ham kamayish bo'lgan bo'lsa yoki aksincha sizga qancha qo'shilganini tushunmayotgan bo'lsangiz, izohlarda yozing, oldin qancha olar edingiz, hozir qancha tushdi, qanday pensiya turi bo'yicha olasiz. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoni yaqinlaringizga yuboring, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri maslahat ham odamga har oy real pul bo'lib qaytishi mumkin.